Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Hukumat pasportlar va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq yangi tartiblarni qabul qildi. Bu esa ayniqsa keksalar, nafaqaxo'rlar, hujjati eski bo'lgan fuqarolar va yaqinlari nomidan ish yuritadigan farzandlar uchun juda muhim. Agar sizning pasportingiz eski bo'lsa, muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, undagi ism, familiya, tug'ilgan sana yoki yashash manzili bo'yicha muammo bo'lsa, bu video siz uchun albatta kerak. Men hozir sizga nima o'zgargani, kimlar shoshilishi kerakligi, kimlar xavotir olmasligi mumkinligi, qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash va eng ko'p uchraydigan xatolardan qanday saqlanish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida amaliy qadamlarni birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarda katta muammoning oldini oladi. Avval ko'pchilikda oddiy tasavvur bor edi. Pasport bor, demak hammasi joyida. Nafaqa olish, bankdan pul yechish, notariusga borish, uy-joy bilan bog'liq hujjat qilish, shifoxonada ro'yxatdan o'tish yoki farzandiga ishonchnoma berish uchun pasport ko'rsatilsa yetarli deb o'ylangan. Lekin amalda vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari tobora raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Shaxsni aniqlashda ID karta, biometrik ma'lumotlar, JSHIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami, yashash manzili va hujjatning amal qilish muddati juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Oldin ayrim joylarda muddati tugashga yaqin yoki eski namunadagi pasport bilan ham ish bitib ketaverardi. Masalan, bank xodimi fuqaroni taniydi, mahalla raisi tasdiqlaydi, notarius qo'shimcha ma'lumot so'rab masalani hal qilib beradi. Endi esa ko'p holatda tizimning o'zi hujjatni tekshiradi. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, ma'lumot bazada xato ko'rinsa, JSHIR noto'g'ri chiqsa yoki pasportdagi yozuv boshqa hujjatlardagi yozuv bilan mos kelmasa, xizmat to'xtab qolishi mumkin. Hukumat tomonidan qabul qilinayotgan o'zgarishlarning asosiy maqsadi shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni yagona va aniq tartibga keltirish, eski hujjatlar bo'yicha chalkashliklarni kamaytirish, firibgarlikning oldini olish va fuqarolarga davlat xizmatlarini tezroq ko'rsatishdir. Bu yaxshi maqsad, lekin oddiy odam, ayniqsa yoshi katta inson bu tartiblarni vaqtida bilmasa, nafaqa, bank kartasi, meros, uy-joy, davolanish yoki hujjat rasmiylashtirishda kutilmagan to'siqqa duch kelishi mumkin. Eng muhim jihat shuki, shaxsni tasdiqlashda eski usuldan ko'ra elektron tekshiruv kuchaymoqda. Fuqaroning pasporti yoki ID kartasi nafaqat qo'lda ko'riladi, balki elektron bazadagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi. Shuning uchun hujjatdagi har bir mayda ko'ringan narsa ham ahamiyatli. Ismning bitta harfi, familiyaning yozilishi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, yashash manzili, hujjat raqami, berilgan sana va amal qilish muddati. Masalan, bir otaxonning pasportida familiyasi Karimov deb yozilgan. Pensiya hujjatlarida esa eski hujjatlardan qolib Karimov Abdulla o'rniga Karimov Abdullo deb ketgan bo'lishi mumkin. Oldin bu mayli, tushunarli-ku deb o'tib ketilgan. Endi esa elektron tizim buni boshqa shaxs sifatida ko'rishi yoki hujjatni qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. Natijada odam bitta xizmat uchun 2-3 marta qatnashiga to'g'ri keladi. Yana bir misol. 18 yoshli ayol kishi bankdan omonatini olish uchun boradi. Pasporti juda eski, rasmdagi qiyofasi hozirgi holatiga uncha o'xshamaydi. Hujjatdagi ma'lumotlar esa elektron tizimda to'liq chiqmaydi. Bank xodimi o'zicha pul berishni istasa ham tizim va ichki qoidalar unga ruxsat bermaydi. Shunda fuqaro migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borib, hujjatini yangilashi, kerak bo'lsa ID karta olishi, ma'lumotlarini to'g'rilashi kerak bo'ladi. Bu ishni oldindan qilsa, bir kunda hal bo'lishi mumkin bo'lgan masala kechikmaydi. Lekin pul kerak bo'lgan kun qilinsa, asabiylashish, navbat, yo'l xarajati va vaqt yo'qotish boshlanadi. Yangi tartiblarning yana bir muhim tomoni shundaki, ID karta ko'plab ichki xizmatlarda asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatiladi. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti talab qilinadi. Ba'zi fuqarolar shu ikki hujjatni adashtiradi. ID karta O'zbekiston ichida ko'p xizmatlar uchun qulay. Lekin chet elga chiqishda u hamma davlatlar uchun pasport o'rnini bosmaydi. Shuning uchun, ayniqsa farzandlari chet elda bo'lgan keksalar, davolanish uchun yoki mehmon bo'lib borishni rejalashtirayotganlar hujjat turini oldindan tekshirishi kerak. Birinchi navbatda pasportining muddati tugagan yoki tugashiga 6 oycha qolgan fuqarolar shoshilmasdan, lekin kechiktirmasdan hujjatini yangilashi kerak.
Nega aynan 6 oy deyapman? Chunki ko'plab amaliy holatlarda, ayniqsa bank, notarius, chet elga chiqish, viza, aviachipta, davolanish yoki meros ishlari bo'yicha hujjatning muddati yetarli bo'lishi talab qilinadi. Bugun hujjatingiz ishlayotgandek tuyuladi, lekin bir oy o'tgach muhim ishda muddati yaqin. Avval yangilang deyishlari mumkin. Ikkinchi guruh, eski namunadagi pasporti bor, lekin ID karta olmaganlar. Agar fuqaro kundalik hayotda faqat mahalla poliklinika va pensiya kartasi bilan ishlayotgan bo'lsa, menga kerak emas deb o'ylashi mumkin. Lekin bir kun kelib notariusdan ishonchnoma qilish, uy joyini farzandiga o'tkazish, meros hujjatlarini rasmiylashtirish yoki bankdagi limitni o'zgartirish kerak bo'lsa, yangi hujjat talab qilinadi. Ayniqsa keksalarda bunday ishlar to'satdan chiqadi. Farzand chet eldan pul yuboradi, uy nomini rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Davolanish xarajati uchun omonat yechiladi yoki qarindosh nomiga ishonchnoma beriladi. 3-guruh, hujjatlarida ism familiya bo'yicha farq borlar. Masalan, nikoh guvohnomasida familiya boshqa, pasportda boshqa. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomada otasining ismi bir xil emas. Eski mehnat daftarchasida ruscha yozuvdan lotinchaga o'tganda farq paydo bo'lgan. Bunday farqlar nafaqa hisoblash, meros olish, mulk rasmiylashtirish va sud ishlari bo'yicha jiddiy muammo tug'diradi. Yangi tartiblar elektron bazani asos qilib olgani uchun bu farqlarni oldindan bartaraf etish kerak. 4-guruh, yashash joyi, propiska yoki doimiy ro'yxat bo'yicha ma'lumotlari eskirgan fuqarolar. Hozir ko'p xizmatlar manzil bilan bog'liq. Poliklinika, soliq, kommunal xizmatlar, ijtimoiy yordam, subsidiya, nafaqa mahalla orqali ko'rsatiladigan yordam. Agar odam aslida boshqa joyda yashab, hujjatda eski manzil turgan bo'lsa, ba'zi xizmatlarda siz bu hududga tegishli emassiz degan javob chiqishi mumkin. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, JSHR bor bo'lsa, yashash manzilingiz aktual bo'lsa, hujjat muddati hali ancha vaqt yetadigan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir hujjatni bir marta tekshirib qo'yish foydali. Men doim shuni tavsiya qilaman. Hujjatingiz borligi yetarli emas. Uning bazalarda to'g'ri ko'rinishi ham muhim. Masalan, 72 yoshli bu ID karta olgan, pensiyasi bank kartasiga tushadi. Manzili to'g'ri, farzandlari hamma hujjatlarni tekshirgan. Bunday holatda har oy migratsiya bo'limiga yugurishning hojati yo'q. Faqat hujjatning amal qilish muddatini yozib qo'yish, nusxasini uyda saqlash, farzandlariga rasmga olib yuborish va muhim ish oldidan tekshirtirish kifoya. Yana bir misol. 65 yoshli ota xorijga chiqishni rejalashtirmaydi. Uy joy hujjatlari joyida bankdagi ma'lumotlar ID karta bilan mos. Unga ham hozir katta xavotir kerak emas. Lekin agar keyingi yil haj yoki umra, davolanish, farzandlar oldiga borish niyati paydo bo'lsa, xorijga chiqish pasporti masalasini oldindan boshlashi kerak bo'ladi. Chunki ba'zi ishlar oxirgi haftada qilinsa, chipta, viza va navbat sababli kechikish yuz beradi. Eng ko'p uchraydigan nozik masala yoshi katta fuqarolarning hujjatdagi rasmi. Ba'zan pasport rasmidagi odam bilan hozirgi ko'rinish juda farq qiladi. Odam ozgan, sochi oqargan, yuz tuzilishi o'zgargan. Ko'zoynak taqishni boshlagan bo'lishi mumkin. Qonuniy jihatdan hujjat muddati tugamagan bo'lsa ham, amaliyotda bank yoki notarius shaxsni aniqlashda qo'shimcha ehtiyotkorlik qiladi. Agar xodimda shubha paydo bo'lsa, u qo'shimcha hujjat so'rashi yoki yangi ID karta olishni tavsiya qilishi mumkin. Bu xodimning sizni qiynashi emas, balki firibgarlikning oldini olish uchun qo'ydi. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma. Ko'p farzandlar otam yoki onam yoshi katta, men o'zim borib hujjatini almashtirib kelaman deb o'ylaydi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtirishda fuqaroning o'zi ishtirok etishi, biometrik ma'lumot topshirishi, suratga tushishi kerak bo'ladi. Agar fuqaro yura olmaydigan, kasal yoki nogironligi bor shaxs bo'lsa, alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Mas'ul xodimni uyga chaqirish. Tibbiy ma'lumotnoma asosida xizmat ko'rsatish yoki vakil orqali ayrim arizalarni berish. Buni oldindan migratsiya bo'limidan yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlash kerak. 3-nozik jihat, qarindoshlar o'rtasidagi mulk ishlari. Masalan, ota uyini o'g'liga hadya qilmoqchi yoki ona qiziga ishonchnoma bermoqchi. Notarius birinchi navbatda shaxsni, hujjatning haqiqiyligini, fuqaroning huquq layoqatini va ma'lumotlarning mosligini tekshiradi. Agar pasportda bitta ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, butun bitim to'xtaydi. Ba'zan odamlar hamma kelishgan, nega notarius qilmayapti deb ranjiydi. Sabab oddiy. Notarius keyin sudda bekor bo'ladigan yoki firibgarlik xavfi bor bitimni tasdiqlay olmaydi.
To'rtinchi nozik jihat familiya o'zgarishi. Ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan, keyin ajrashgan yoki turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lishi mumkin. Eski hujjatlar bir familiyada, yangi hujjatlar boshqa familiyada yuradi. Agar meros yoki pensiya bo'yicha ish ochilsa, qarindoshlik aloqasini isbotlash uchun tug'ilganlik, nikoh, ajrim, o'lim haqidagi guvohnomalar kerak bo'ladi. Shuning uchun keksalar uydagi hujjatlarni bir papkaga yig'ib qo'yishi juda muhim. 5-nozik jihat lotin va kirill yozuvidagi farqlar. Bizda ko'p hujjatlar turli davrlarda, turli yozuvlarda berilgan. Masalan, o'g'iloy bir joyda ugiloy, boshqa joyda o'g'iloy, yana bir joyda o'g'iloy bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Elektron bazada esa bitta shakl asosiy bo'ladi. Agar farq katta bo'lsa, tegishli organ orqali tuzatish, kiritish talab qilinadi. Buni oxirgi paytga qoldirmaslik kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Uydagi barcha shaxsiy hujjatlarni stol ustiga qo'ying. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati bo'lsa, o'lim haqidagi guvohnoma, pensiya daftarchasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar, uy-joy kadastr hujjatlari, bank kartasi shartnomalari, notarial ishonchnomalar va boshqa muhim qog'ozlarni ajrating. Har biridagi ism, familiya va tug'ilgan sanani solishtiring. Ikkinchi qadam. Pasport yoki ID kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Hujjatning old yoki orqa tomonida berilgan sana va amal qilish muddati ko'rsatiladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, kechiktirmang. Agar muddat tugashiga 6 oy yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa, reja tuzing. Ayniqsa siz notarius, bank, xorijga chiqish yoki meros ishlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, hujjatni yangilashni birinchi ish qiling. Uchinchi qadam. Yashash manzilingizni tekshiring. Agar hujjatda eski manzil turgan bo'lsa yoki siz boshqa hududda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, Davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qaysi tartibda o'zgartirish kerakligini aniqlang. Manzil masalasi keyin ko'p xizmatlarga ta'sir qiladi. To'rtinchi qadam. ID karta yoki pasport almashtirish uchun odatda shaxsning o'zi boradi. O'zingiz bilan amaldagi pasport yoki ID karta kerak bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, davlat boji to'langanligi haqidagi ma'lumot yoki to'lov imkoniyati, telefon raqami va yashash manzili bo'yicha hujjatlarni oling. Ayrim holatlarda qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, ma'lumotlarda xato bo'lsa, FHD yo'q hujjatlari kerak bo'ladi. 5-qadam. Agar hujjatdagi ma'lumotda xato topsangiz, shunchaki yangi ID karta olishga yugurmang. Avval xato qayerdan kelib chiqqanini aniqlang. Tug'ilganlik guvohnomasida boshqacha yozilganmi? Nikoh guvohnomasidami? Eski pasportdami, elektron bazadami? Xatoning manbasiga qarab, FHDga yo'q, migratsiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. Masalan, tug'ilgan sana hujjatlarda turlicha bo'lsa, bu oddiy texnik tuzatish bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun mutaxassisdan maslahat olish foydali. 6-qadam. Yoshi katta, yura olmaydigan yoki sog'lig'i og'ir qarindoshingiz bo'lsa, oldindan telefon orqali davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limidan so'rang. Uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Qanday ariza yoziladi? Tibbiy ma'lumotnoma kerakmi? Vakil kim bo'lishi mumkin? Ko'p oilalar eng katta xatoni shu yerda qiladi. Avval bemor odamni qiynab olib boradi, keyin esa bitta hujjat yetishmay qaytadi. Buni oldindan aniqlasangiz, vaqt ham, sog'liq ham asraladi. 7-qadam. Hujjatlarni raqamli va qog'oz ko'rinishda saqlang. ID karta, pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va mulk hujjatlarining nusxasini oling. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, lekin begonalarga yubormang. Farzandlaringizdan biriga ishonchli nusxa bering. Firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Hech kimga pasport rasmini, shirni, bank karta kodlarini va SMS kodlarini yubormang. Davlat xodimi hech qachon sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. 8-qadam. Rasmiy manbani tekshiring. Qaysidir qo'shni endi hamma pasport bekor bo'larkan desa, vahimaga tushmang. Har bir o'zgarishning muddati, kimga tatbiq etilishi va istisnolari bo'ladi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi, davlat xizmatlari markazi, yagona portal yoki rasmiy hukumat manbalari orqali aniqlang. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Mish-mish bilan qilingan harakat ko'pincha ortiqcha xarajat va azob olib keladi. Tasavvur qiling, 7 yoshli otaxonning pasport muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. Har oy pensiya kartasidan pul yechib yurgan. Bir kuni bank kartasi bloklanadi yoki almashtirish kerak bo'ladi.
Bank yangi karta berish uchun amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Otaxon migratsiya bo'limiga boradi. Navbat oladi. Hujjat topshiradi. Yangi ID karta tayyor bo'lishini kutadi. Agar u buni 2 oy oldin qilganida pensiya pulini olishda uzilish bo'lmasdi. Yana bir holat 6 yoshli onaxon qiziga uy bo'yicha ishonchnoma bermoqchi. Notarius hujjatlarni tekshirsa, pasportdagi familiya nikoh guvohnomasidagi familiya bilan mos kelmaydi. Sababi eski hujjatda bitta harf boshqacha yozilgan. Endi avval FHDG orqali ma'lumotni aniqlash, kerak bo'lsa tuzatish kiritish, shundan keyin notariusga borish kerak. Agar oila buni oldindan tekshirganida ishonchnoma bir kunda rasmiylashardi. 3-misol, farzandlari Rossiya yoki Turkiyada ishlaydigan ota-ona mehmon bo'lib borishni rejalashtiradi. Ular ID kartam bor, demak chiqib ketaveraman deb o'ylaydi. Lekin xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport talab qilinadi. Uni olish uchun ariza, surat, biometrik ma'lumot, davlat boji va ma'lum kutish muddati bo'ladi. Agar chipta olib qo'yilgandan keyin pasport yo'qligi bilinib qolsa, chipta kuyishi yoki safar kechikishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, asosiy fikr shuki, pasport va ID karta endi oddiy qog'oz yoki plastik hujjat emas. U sizning barcha davlat, bank, notarial, tibbiy va ijtimoiy xizmatlarga kirish kalitingizdir. Ayniqsa qarindoshlar orasida yoshi katta insonlar bo'lsa, ularning hujjatini bugunoq tekshiring. Muddati, ism, familiyasi, tug'ilgan sanasi, manzili va elektron bazada mosligini e'tibordan qoldirmang. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato bo'lsa, uni muhim ish chiqmasidan oldin to'g'rilab olasiz. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tartibga solish. Rasmiy manbadan ma'lumot olish, kerakli bo'limga oldindan borish va hech narsani oxirgi kunga qoldirmaslik. Sizning oilangizda pasport yoki ID karta bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvalaringiz yoki hujjati eski bo'lishi mumkin bo'lgan tanishlaringizga yuboring. Bitta vaqtida aytilgan maslahat katta muammoning oldini olishi mumkin.